Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahrida amalga oshirilayotgan yirik infratuzilma va qurilish loyihalari ijrosi bilan tanishdi. Dastlab Abdulla Avloniy va Jayhun mahallalari hududidan o'tuvchi At-Termiziy ko'chasini zamonaviy turizm ko'chasiga aylantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. Loyiha doirasida mazkur hududni zamonaviy infratuzilma va xavfsiz harakat tizimiga ega, tunu kun faoliyat yurituvchi turistik maskanga aylantirish ko'zda tutilgan. Mas'ullar tomonidan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, ko'cha bo'ylab zamonaviy dam olish maskanlarini tashkil etish, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini tartibli joylashtirish, shuningdek ko'p qavatli uy-joylarning tashqi fasadlarini zamonaviy qiyofaga keltirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborot berildi. İşler var, çok ko'rinishli bo'ladi. Lampaları xuddi shunday bo'lishi kerak. Zamonaviyroq qilib yasash kerak bular. Mana shunday. Lampalarni mana bu tomondan qilib, dorixonaning ichiga tomon berish plan qilinyapti. Ularda suv bormikan? Sal boyitsa bo'ldi, bizga boshqa narsa kerak. Shuningdek, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy-amaliy markazida olib borilayotgan qurilish va rekonstruksiya ishlari ham o'rganildi. Jumladan, 80 o'rinli reanimatsiya va qabul bo'limlari, kislorod stansiyasi qurilishi hamda asosiy binoda amalga oshirilayotgan yangilanish ishlari muhokama qilindi. Mutasaddilar tomonidan markazning eski binolari o'rnida zamonaviy talablarga javob beradigan yangi tibbiyot majmuasini barpo etish loyihasi taqdimot qilindi. Shundan so'ng viloyat hokimi Termiz shahrining Tinchlik mahallasida kollektor zamonaviy drenaj tizimi asosida yopish orqali hosil qilingan hududda amalga oshirilayotgan tadbirkorlik loyihalari bilan tanishdi. Hududlarda aholi uchun qulay va zamonaviy infratuzilmani shakllantirish, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish hamda yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilgan loyihalarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi.